Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan hurmatli obunachilar. Bugun Toshloqdagi yana bir qurilish obyektiga temir beton plitalarni berganmiz. Temir beton plitalarimiz yetib kelgani haqida, sifatlari haqida Alisher akamiz bilan ozgina suhbat quramiz. Assalomu alaykum Alisher aka. Assalomu alaykum. Akajon, temir beton plitalarimizni ko'rdingiz. Sifati qanaqa ekan? Bevosita aytib o'tsangiz. Temir beton plitalarining sifati yaxshi. Aytaylik, temirlari, armaturalari qalin, sifatli qilib quyilgan, sifat talabga javob beradi. Albatta, armaturalarda biz har bitta xomashyoni akajon aynan zavoddan o'zidan olib kelib foydalanamiz. Qanaqadir sex yoki shunaqa ishlatmaymiz. Aynan zavoddan o'zidan keladi. Sement ham, armatura ham shunaqa. Shuning uchun sifati yaxshi. Shunaqa. Albatta, buni obunachilarimizga aytib o'tyapman. Keyingi savolim aka, yetib kelish masalasi, vaqt masalasida sizlarni qoniqtiryaptimi? Talabga javob beryaptimi? Bizni dastavkalarimiz, mahsulotlarimiz yetib kelish vaqti. Yaxshi, masalan, bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarga zaявka berishimizga bilan, misol tayyor bo'lsa, o'sha kuni bo'lmasa, bir kun uzoq 2 kunda yetib kelyapti, o'z vaqtida yetib kelyapti, yaxshi. Albatta. Toshloqqa shunaqa. Toshloqqa. Bizga qurilayotgan obyektimizga. Akajon, yana bitta savol beraman. Bizni bilasiz, 5 tadan oshiq 6 xil turda temir beton mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Temir beton mahsulotlarimizni boshqa quruvchilarga, shunaqa qurilish obyekti borlarga tavsiya qilgan bo'larmisiz? Albatta, qolgan qurilish qanaqadir bir obyekt, qanaqadir bir katta bir binolar qo'yayotgan quruvchilarimiz bo'lsa, shu betonlarni tavsiya qilamiz, sifatiga, chidamliligiga, xudo xolasa, tijorat qilmaydigan mahsulotlar. Rahmat akajon. Bizni ko'rib turgan obunachilarimiz mana akamizdan fikrlarini oldik. Albatta, katta ob'yomdagi qurilish obyektingizga bemalol temir beton mahsulotlarini istalgan ob'yomda, katta miqdorda, tez fursatda yetkazib bera olamiz. Kimda kimga mana shu mahsulotlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Akajon, hamkorlik uchun sizga salomat bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun xudo xolasa 5 boladagi yana bir qurilish obyektidamiz. Vodiy kelajak avlod qurilish firmasini bosh prorapi, ish boshqaruvchisi Tojboy akam oldidamiz. Assalomu alaykum Tojboy aka. Charchamayapsiz qurilishlar bilan? Aka, mana xudo xolasa Rivoj 98 temir beton plitalarini montaj qilyapsiz. Akajon, temir beton plitalarimizni qaysidir ijtimoiy tarmoqdanmi, qayerdan ko'rib oldingiz? Shuni Instagramdan ko'rdim. Instagramdan ko'rib oldingiz. Profilda ko'rib oldik. Rahmat. Instagramdan Aka, keyin yana bitta savolimiz, yetib kelish masalasi. Vaqtlarida qanaqa sizga yo'qmi vaqtida? Vaqtida kelyapti. Vaqtida kelyapti. Misol, qachon zaявka berdingiz, qachon yetib keldi? Xo'p. Bir hafta oldin zaявka berib qo'ydim. Keyin kecha maqsad olib kelib qo'yishdi, kechda. Mashina 4 ta mashina tayyorlab olib kelib qo'yishdi. 4 ta mashinada bir haftada keldi. Albatta. Vaqtlari sizni qoniqtiryapti, demak yetib kelish vaqti. Bemalol o'tkazib nima bo'lmaydi. O'tkazib shetda o'sha 5 boladan rivoj ko'targanman. Bunasi vaqtida yetib o'tkazib beradi. Demak, birinchi etapiga ham o'zimizdan qabul qilgansiz plitalarni. Hozir keyingi etapi yana necha qavatgacha ko'tariladi? Oxirgi etapi. Bu oxirgi etapi. Oxirgi etapiga ham o'zimizdan olyapsiz temir beton plitalarni. Yana bir obyektimizga ham olyapmiz. Yana Javonga ham Toshloqdan olyapmiz. Tushunarli. Akajon, yana bitta savolim bor. Mana shu temir beton mahsulotlarimizni, temir beton plitalarimizni qolgan bizni ko'rib turgan quruvchilarga tavsiya qilgan bo'larmisiz? Tavsiya qilgan bo'lardim. Nega qolgan betonlarni, zavodlarni ancha sifati yaxshi. Men ko'rdim. Ancha sifati yaxshi, tekisligi, nimasi, holatlari normal darajada. Tushunarli. Demak, bundan keyingi qurilishlaringizda ham xudo xolasa Rivoj 98 bilan hamkorlik qilasiz deb o'ylaymiz. Xudo xolasa bizni ko'rib turgan obunachilarimizga mana shunaqangi sifatli temir beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Akajon, hamkorligimizdan mamnunmiz. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.